Sababi uni ranglari ko'p, turlari ko'p. Air deysizlarmi, Pro deysizlarmi, Pro Max deysizlarmi, juda bir ko'payib ketdi. Aytgancha esimdan chiqib qolibdi. Mana iComfortdan kichkinagina sovg'amiz bor. Mana shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, oxirida mana shu sovg'amizni kimga qanaqa tarzda berishimizni aytib o'tamiz. iPhone 11 oling. Hozir oladigan payti. Shaxsan o'zim ishlatib ko'rdim. Bemalol bir kunga yetadi. 1500 atrof turgan bo'lsa, mayli 1400 deylik, 2 barobar bu-o'zidan arzonroq. Tashqarisidan qaraganingizda ortiqcha farqi bo'lmaydi. iPhone modellarining ichida eng omadsiz, eng tufta model desa ham bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Bugun iComfort YouTube kanalimizda 4-videoyimiz, xudo xolasa. Bugun sizlar bilan qiziq mavzu haqida gaplashamiz. 2026-yilda qaysi iPhone modelini olgan yaxshiroq deb mana shu narsani obzor qilamiz xullas. Oldinglarga mana ko'rib turganingizdek har xil iPhone modellarini taxlab qo'ydik. Hozir o'zi bitta iPhone olish ham muammo bo'lib ketgan. Sababi uni ranglari ko'p, turlari ko'p. Air deysizlarmi, Pro deysizlarmi, Pro Max deysizlarmi, juda bir ko'payib ketdi. Oldinlari oson bo'lardi. Yangi iPhone modeli chiqardi, bir 2-3 xil rangi bo'lardi. Orasida bitta yaxshi rangini tanlab borib olsak bo'ldiydi bozorga tushib. Ana gigabayti ham, modeli ham, hamma narsasi bir xil bo'lardi. Oldinlari bu ham unaqa olinmasdi. Mana hozir ishlatilgan iPhone'lar ham ancha trendga chiqib ketdi. Yangi iPhone'larning turi ko'payib ketdi, rangi ham ko'payib ketdi. Mana har xil, misol uchun orangega o'xshagan ranglari, variantlar xullas ko'p. O'shanga 2026-yilda qaysi variant yaxshiroq olishga, byudjetliroqga qaysi yaxshi, ikkinchi telefon qilib tutishga qaysi biri yaxshiroq, asosiy telefonga qaysi yaxshi, hammasini ko'rib chiqamiz. Birinchi bo'lib mana shu minini olamiz. Mini bilan SE modelli. Mana shularni birinchi obzor qilamiz. Bu telefonni birinchi telefon qilib tutishga unaqa tavsiya bermayman. Sababi batareykasi unaqa ko'pga yetmaydi. Ham o'zi mana razmer jihatidan ham unaqa bir udobniy deb hisoblamayman. Ayniqsa Instagram Reels'da ko'rishga yoki YouTube'da ko'rishga ja bir udobniy telefon emas. Asosan ikkinchi telefon qilib tutishga zo'r deb hisoblayman. Sababi zaryadkasi kamroqga yetsa ham nisbatan Pro'larga, Pro Max'larga qaraganda, lekin ishlashi yaxshi. Alo-aloga udobniy deb hisoblayman. Misol uchun, o'zi mumkin emas bo'lsa ham, lekin rulda ketayotganingizda, telefonda gaplashib ketsangiz ham, gai xodimlari ko'rishi ehtimoli pastroq. Chem Pro Max'larga qaraganda. O'shanga buni o'zi telefon yaxshi, lekin asosiy telefon qilib tutishga ja bir tavsiya bermagan bo'lardim. Agar pulingiz yetarli достаточно bo'lsa, ikkinchi telefon qilib olib qo'ying. Alo-aloga yoki de perfektni qo'yib olsangiz ham, вообще удобный telefon. Aytgancha esimdan chiqib qolibdi. Mana iComfortdan kichkinagina sovg'amiz bor. Mana shu videoni oxirigacha ko'rsanglar, oxirida mana shu sovg'amizni kimga qanaqa tarzda berishimizni aytib o'tamiz. Kichkinagina komplimentchi siz aziz kuzatuvchilarimiz uchun. Yana eslatib o'tamiz, mana shu turgan любой iPhone modelini bitta pasportga ozgina bosh to'lov bilan bo'lib to'lashga iComfortda любой filialdan olib ketsanglar bo'ladi. Toshkentda Malikada, Beruniyda bor, hop Namanganda bor, shaharda, Andijon shaharida bor. Любой filialimizga kirib, xohlagan iPhone'larni bo'lib to'lashga olib ketsanglar bo'ladi. Davom etamiz. Keyingi modelimiz iPhone 11. Legendarniy, shubha yo'q. Lekin 2026-yil olishni tavsiya bermayman. Sababi to'g'ri, iOS 26 ni ko'taradi. Oxirgi mana shu 17 bilan chiqqan iOS ko'taradi, lekin iPhone 18 bilan chiqadigan, ya'ni taxminlar bo'yicha iOS 27 uje iPhone 11 ko'tarmaydi bu iOSni. Ya'ni uje doğru tugab boryapti desa ham bo'ladi. Lekin agar byudjetingiz qisqaroq bo'lsa yoki Androiddan iPhone'ga o'taman, ya'ni birinchi qadamni bosayotgan bo'lsangiz, iPhone 11 oling. Hozir oladigan payti. $100 berasiz, misol uchun iComfortdan bo'lib to'lashga xohlasangiz 3 oyga, xohlasangiz 6 oyga olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Ya'ni byudjetli telefon, lekin o'sha iOS programmada ishlaydigan, o'sha Androidlardan ko'ra yaxshiroq ishlab beradigan, даже kameralari ham Androidlarnikidan yaxshiroq bo'lgan telefon iPhone 11. Bu asosan byudjetli iPhone qidirib yurgan bo'lsangiz, misol uchun iPhone 11 olib ketsangiz bo'ladi. Naqdga olaman desangiz bir $250 bo'lyapti hozir, bo'lib to'lashga $100 bilan, даже $80 bilan ham olib chiqib ketsangiz bo'ladi. Hozir oramizda kuzatuvchilarimiz bo'lishi mumkin. iPhone 11 yangisini olib maza qilib, yo'ngislari ham zo'r ishlatib yurganim yaxshi emasmi deyishinglar mumkin. Lekin iPhone 11 yangisini puliga $450 turadi. Yangisini puliga sizlarga
iPhone 13 bor, 14 bor, 15 o'zi bor. Shuncha variant bor. Ozgina ishlagan, lekin ulardan 2 yil, 3 yil keyin chiqqan yangiroq modellar. O'shalarni olsanglar bo'lmaydimi deb aytaman ko'pchiligiga. Misol uchun iPhone 13, 14, 15 o'zi tashqarisidan qaraganingizda ortiqcha farqi bo'lmaydi, lekin bitta katta farqi iPhone 15 o'zida orqasi matviy plus Dynamic Island bor. Ya'ni ishlatayotganda уже сразу bilasiz iPhone 15 ishlatayotganingizda ich-ichingizdan чувствовать qilasiz. Xo'p, endi bularni ishlashiga, narxlariga keladigan bo'lsak, iPhone 13lar hozirgi kunda taxminan bir 300-350 dollarlar atrofi bo'lyapti. Ya'ni narxlar ancha tushib qolgan. Sababi уже bu ham eskirayotgan modellar turiga kiradi. Уже chiqqaniga 4 yil bo'ladi. Уже eskiryapti. Yo'mkisi 80 dan balandini topish уже amri mahol desa ham bo'ladi. Asosan buni rangiga, ya'ni legendarniligi uchun olishyapti. Buni green rangi bilasizlar, legendarniy telefonlardan hisoblanadi. Katta bolalarning ko'pi iPhone 13 va 13 minini green rangini orqasiga matviy broneplyonka qilib, ikkinchi telefon qilib ishlatishadi. Lekin iPhone 14 bilan 15 ni men bemalol tavsiya bera olaman. Ayniqsa 400-500 dollar byudjetingiz bo'ladigan bo'lsa, maza qilib ishlatasiz ishoningki. Sababi yo'mkisi balanddan ham topsangiz bo'ladi. Plus ishlashi ham 120 Hz. Plus eng oxirgi iPhone modelini hidi ham kelib turadi-da. 15 o'zida misol uchun Dynamic Island bor o'tda, ishlash tezliklari, kameralari yaxshi deb hisoblayman. Aytishingiz mumkin, nimaga bazaviy modellarning orasida iPhone 12 ni qo'shmayapsiz? Nimaga uni obzor qilmayapsiz deb aytishingiz mumkin. Okay. iPhone 12 iPhone modellarining ichida eng omadsiz, eng tufta model desa ham bo'ladi. Bu bilan iPhone 12 tutadiganlarni men yomonlamoqchi emasman telefoninglarni, lekin to'g'risini aytish kerak. Narxiga ham arzimaydi. Plus omadsiz, eng kam sotilgan model. Даже o'zimizga kelsa ham ko'p turib qoladi bu telefon. O'shanga narxi ham past, ranglari ham qanaqadir bilmayman, boshqacha ketishi ham qiyin. Undan ko'ra 20-30 dollar qo'shsanglar iPhone 13 o'zini beradi. O'shanga iPhone 12 ni tavsiya bermayman to'g'risi. Agarda o'zingiz 12 ishlatsangiz, sizga tegib ketmasin bu gapim. Sababi inshaalloh siz ham yaqin kunlarda qo'lingizga pul tushsa iPhone 14, 15 olasiz. Yo'kida iPhone 12 yoqmasa, keling iComfortga 12 topshiringda 15 olib keting. U yog'ini orasidagi pulni bo'lib to'lab olasiz. Bitta pasport, boshqa 1 dollar ham pul kerak emas. Va nihoyat mana Pro Max lineykalari ham keldi. 13 Pro Max 500 dollar atrofi hozir sotilyapti. iComfortda undan ham arzonga topsanglar bo'ladi, lekin ishoninglar 2 yil maza qilib yana ishlata olasizlar. Chiqqaniga 5 yil bo'lyapti, lekin hali ham aktualligini yo'qotmadi. Misol uchun 500 dollarga yangi Android olsangiz bo'ladi. Lekin o'sha yangi oladigan Androidingizdan mana shu qo'limdagi telefon ancha yaxshi ishlab beradi. 13 Pro Max agar yo'mkisini 80 dan baland bo'lsa, maza qilib ishlatasiz. Bir kunga xudo xolisi yetib beradi. Original zaryadchikka qo'ysangiz, sal ayab ishlatsangiz, bir kunga zaryadkasi yetadi 80 dan baland bo'lsa. Plus kamerasi. Instagramda ishlaydigan bo'lsangiz ham даже hozirgi kunda storieslar qo'yishga, endi postni bilmayman, lekin stories qo'yishga bemalol mana shu 13 Pro Max dan foydalansangiz bo'ladi. Yo'mkislari yaxshi, rangini o'zingizga tabingizga qarab tanlab olaverasiz. Любой yangi Androiddan ko'ra 500 dollar atrofi pulingiz bo'ladigan bo'lsa, 13 Pro yoki 13 Pro Max modelini tavsiya qila olaman. Keling, iComfortdan 200 dollaringiz bo'lsa ham bosh narx to'lov qilib olib, qolganini bo'lib to'lashga olib ketsangiz bo'ladi. 14 Pro Max ga ham xuddi shu gap, lekin sal bundan qimmatroq, o'zgarishlari ham bor ozgina, ya'ni ekrani nisbatan yaxshiroq ishlaydi, Dynamic Island bor. Plus ko'pchiligiga purple manzur kelgan ranglardan deb bemalol ayta olaman. Bugungi kunda narxiga eng stoyishi telefon iPhone 17 bilan deyarli farqlanmaydigan telefoningiz bu iPhone 15 Pro Max. 750 dan 800 dollargacha bo'lyapti hozirgi kunda narxi. Ancha tushib ketgan, bozorda ko'payib ketgani uchun, lekin 17 dan почти farqlanmaysiz. Ko'p funksiyalarini beradi 17 ni ham. Misol uchun deylik, Dynamic Island bor, Action Button bor, okeylar. Titan korpus, почти qirilmaydi, sinmaydi почти telefon. Baquvvat telefon. Narxi 17 dan 2 barobar arzon. Misol uchun deylik, iPhone 17 Pro Max BU'si 1500 atrof turgan bo'lsa, mayli 1400 deylik, 2 barobar BU'sidan arzonroq. Lekin misol uchun hozir men
15 kamerasida olingan bilan 17 ni kamerasida olingan videoni qo'yib beradigan bo'lsak, siz почти raznicasini sezmaysiz. O'shanga agarda ishlatilgan telefon tutaman deydigan bo'lsangiz, iPhone olmoqchi bo'lsangiz 15 Pro Max oling. iComfort'ni taxminan 750 dan 8 dollargacha bo'lyapti narxi. Xudo xolisa 1 yil garantiya beriladi. Bunga ham ishlatilgan telefon bo'lsa ham 80 dan balandini tanlashga harakat qiling, chunki yo'mkisi 80 dan baland bo'lsa, bu degani xudo xolisa normal ishlatadigan bo'lsangiz bir kunga bemalol yetadi. Qo'shimcha qilib ayta olaman, agar sizni o'zingizda iPhone 15 bo'ladigan bo'lsa, o'sha 17 olmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, iComfort'ga topshirsangiz bo'ladi. 1 dollar ham to'lamasdan iPhone 17 ni yangisini olasiz, o'rtasidagi raznicani bo'lib to'lab olasiz. Agarda 17 sizga qimmatli qo'yotgan bo'lsa, misol uchun 13, 12, 14 tutadigan bo'lsangiz, 15 Pro Max olishni tavsiya beraman. Sababi 17 qimmat, lekin bundan 2 barobar arzon ko'p funksiyalarni beradi uni. Bu modellarni tugatdik. Endi sizlarga eng oxirgi trenddagi bo'layotgan tema iPhone Air. Okeylar. iPhone Air o'zi olishga arziydimi deb Instagramimizda o'zi postlar chiqardik. O'zim shaxsan 10 kun buni tutib ko'rdim. O'zbekistonda ham tutdim, chet elga borib ham tutdim, ya'ni sayohatda ham tutdim, samolyotlarda ham ishlatib ko'rdim. Endi o'zimni xulosalarimni aytadigan payt keldi. iPhone Air bo'yicha endi xulosalarni aytadigan bo'lsak. Xudo xolisa batareykasi shaxsan o'zim ishlatib ko'rdim, bemalol bir kunga yetadi. Agarda qanaqadir o'yin o'ynab tashlamasangiz yoki tindirmasdan nimadir ko'rmasangiz, normal odam ishlatishiga bemalol iPhone Air zaryadkasi, ya'ni batareykasi yetib ortadi desa ham bo'ladi. Ingichkaligi, dizayniga keladigan bo'lsak, вообще did bilan ishlangan, shaxsan o'zimga juda ham yoqdi. Plus, misol uchun ko'chada tutayotganimda qo'limga bitta olishim bilan telefonni gaplashib bo'lganimdan keyin "Aka, bitta ko'ring" deb telefonni qo'liga ushlab ko'rayotganlar ham, hayron bo'layotganlar ham, wow deyotganlar ham juda ham ko'p. Shaxsan o'zimning tajribamdan o'tdi. Juda ham ko'pchilik telefonni bitta ko'ring aka deb so'rab, ko'rib, ushlab ko'rishdi. Ularga ham yoqyapti. Ya'ni odamlarga telefon dizayni manzur kelyapti. Xo'p, kamerasiga keladigan bo'lsak, 0.5 kamerasi yo'q. Lekin o'zini kamerasi, ya'ni 1x da oladigan kamera yoki videolari 17 bilan bir xil. Ya'ni sizlar raznica umuman sezmaysizlar, lekin 14-13 ga qaraganda yaxshiroq. Plus ekrani ham 120 Hz bo'lganiga, men maza qilib ishlatdim shaxsan o'zim. Umuman bir qotish yoki nimadir sezmadim. Nabarot menga приятный bo'ldi. Telefon yengil. Samolyotda ham kino ko'rib ketdim. Ikkita kino bemalol ko'rdim. 3-kinoni ham ko'rsam bo'lardi, lekin afsuski uyqum kelib qoldi. O'shanga bemalol tavsiya bera olaman. iPhone Air ham xohlasangiz asosiy telefonga tuting, xohlasangiz ikkinchi telefonga tuting. Narxi ham qimmat emas, taxminan 1000 dollarlar atrofi bo'lyapti. Hozirgi kunda iPhone 17 Pro Max 1700 dollar bo'layotgan paytda 70% arzoniga, ya'ni 1000 dollarga iPhone Air zo'r variant akalar. Tutib ko'ringlar, xudo xolisa, agar eSIMni sizlar minus deb hisoblamaydigan bo'lsanglar, SIM karta qo'yib bo'lmaydi unga, faqat eSIM karta ishlaydi. Uni minus deb hisoblamasanglar, lekin narxiga ham stoyishi, o'z funksiyalari ham xudo xolisa zo'r. Kutayotgan odamlar bo'lishi mumkin, 17 Pro Maxlar haqida nima deyirkanlar deb. Okalar, 17 Pro Maxlarga shubha yo'q, zaryadkasi ham, ishlashi ham, tezligi ham, kamerasi ham, hamma narsasi chotki. Pul bo'ladigan bo'lsa, 17 Pro Max eng oxirgi modelni olish kerak bo'ldi. Biz asosan byudjetliroq variantlar haqida gaplashishga harakat qildik, lekin agar pul bemalol bo'ladigan bo'lsa, 17 Pro Maxlar eng dostupniy narxlarda albatta iComfort filiallarimizdan olib ketsanglar bo'ladi. Endi sovg'amizni kimga qanaqa tarzda topshirishni rosa o'yladik. Biz yaqinda yangilik qilmoqchimiz. iPhone'larni BU'sini olayotganda juda ham ko'p hozirgi kunda yolg'onlar ishlatishyapti. Ya'ni 77 yo'mkisli, 80 yo'mkisli iPhone'larni 95, 98 qilib qo'yishyapti, например. Yoki 85 yo'mkisli 15 Pro Max'larni 100 qilib sotishyapti. Juda ham ko'p biz shu narsaga guvoh bo'lamiz. Shu kunlarda katta yangilik qilmoqchimiz. Mana shu yangiligimizni hozir eshitasizlar. Shu yangiligimizga bir fikr qo'shsanglar, o'sha fikrlarning ichida eng yaxshisini tanlab, mana AirPods'ni sovg'a qilamiz mana shuni ichida.